Hazreti Osman davridagi fatihlar. Hazreti Osman davri haqiqatan fatihlar bilan o'tgan davr bo'ldi. Bu fatihlar asosiy jihatdan Hazreti Umar davrida boshlangan fatihlarning davomi bo'lib, 10 yil ichida quruqliq va dengizda to'xtamay davomlashdi. Afsuslanarlik shuki, Hazreti Osmanning davrining eng oxirgi 2 yili qalaymaqonchilik va fitna fasodga to'lib ketdi. Hatto bu fitnalar shundoq yeyilib ketdiki, oldingi yillarda qo'lga keltirgan butun natija biroqli supurib tashlandi. İnsanlar Hazreti Osman davrini butunlay qalaymaqonchilik ichida o'tdi deb bilib, bu qalaymaqonchilikning Hazreti Osmanning xalifaligi tayinlanish sababdan kelib chiqdi deb qarashdi. Eng echinarligi shuki, bu voqealar kunsiri shiddatli tus olib, eng oxiri Hazreti Osmanning shahid qilinishiga sabab bo'ldi. Bu vaqtlarda Muaviya ibn Abu Sufyan Shamning valisi edi. U Bizanislar ustiga yurish qilib, u davrda Amuriya deb atalgan hozirgi Anqaraga yetib bordi. Payg'ambar alayhisalomning sahobalaridan Ubada ibn As-Samit, Xolid ibn Zayd, Abu Zar al-Ansari va Shaddad ibn Aws qatorliqlar uning bilan birga edi. Musulmonlar askar sonining oz bo'lishiga qaramay, nihoyat keng tuproqlarni fath qildi. Dushman qo'shinining soniga nisbatan musulmonlarning soni bakmu oz edi. Shunga har fath qilgan yerida oz sondagi askariy kuchni u yerga qo'yib menishga majbur bo'ladi. Chunki oldi taraflarda urushga tayyor dushman qo'shinlari va cheksiz ketgan chegaralar bo'lib, bu yerlarni davomli qo'g'dab turmasi bo'lmaydi. Ularning mudofialanish vaziyatidagi markazlari va vaqti kelganda lozim bo'lgan yerlarga va oldingi safga yordamga keladigan askariy bazalari bor edi. Yuqorqi sabablar yangi fath qilingan yerlarga nihoyat oz sonda bo'lsa-mu askar turg'izishga majbur qiladi. Ham shundoq qilganda yerli xalqning birdila jasoratlanib, jizya to'lashga qarshilik bildirishning va fursatdan foydalanib musulmonlarni urib qo'g'lab, hukmronlikqa qarshi isyon chiqarishning oldini olg'ili bo'ladi. Yerli xalq o'z yurtlarining musulmonlar tomonidan fath qilinishini o'zlari o'tkazgan bir xatolik yoki xato qilinib qolgan bir ishning natijasi deb qaraydi va o'zlarining shundoq qilganligini vaqtida anqira olmaganligiga ishonadi. Shundoqla o'zlarining shonliq o'tmishlarini va tarixga aylanib ketgan davlatlarni xiyol qilishib, hasrat chekishadi. U kunlarga qaytadan erishish orzu-xiyollarida yurishadi va ular har doim musulmonlarni o'z yurtlaridan surtoqay qiladigan muvaffaq fursat izlaydi. İnsanning tabiati mana shundoq bo'lib, har doim fursatparastlik qiladi. Shuningdek, islom davlatining puhrasiga aylanib bo'lgan g'ayri-musulmon xalq pat-pat isyon ko'tarib, kelishimni buzatdi. Masalan, allburun fath qilingan Eron va Bizans tuproqlaridagi xalq Hazrati Umarning vafotini fursat bilib, u yer bu yerda isyon ko'tarishga boshladi. Ular musulmonlarning zaiflashib ketdi deb o'ylashgan edi. Musulmonlar yana bir qatim ularning adabini berishga majbur bo'ldi. Shuning bilan ular musulmonlarning burunqi kuch-quvvatidan qolmaganligini, Hazrati Osman davrining bu jihatda Hazrati Umar davridan qilishmaydiganligini bilib yetishdi. G'arbi sab Hijriya 25-yili Misr valisi Amr ibn As kelishimni buzgan Iskandariya xalqining ustiga yurish qildi va urush bilan ularni qayta bo'ysundirdi. Hazrati Umar qo'mondonlardan Amr ibn Asning Trabulusning fathisidan keyin Afrikaga texmo ishkirlab yurish qilishni to'sib qo'ygan edi. Ammo Hazrati Osman uningga qayta ijozat berdi va Abdullah ibn Sa'd ibn Abu Sarhni bir qo'shinga qo'mondon qilib shu tarafga avatdi. Abdullah Trabulusdan o'tib dengiz sohiliga o'rnashtirilgan Bizans kemalaridan bir munchini qo'lga tushirgandan keyin Shimoliy Afrika saflarini davomlashtirdi va hozirgi Tunisning shaharlaridan Qayrovonning g'arbidagi Subaytila degan yerda Bizans qo'shiniga duch keldi. Qayrovon shahri u vaqtlarda texi shahar bo'lib qurilmagan edi. Bizans qo'shinini Georg ismli bir qo'mondon boshqarib Islom qo'shinidagi Abdullah ibn Zubayr bu urushda Georgni o'ldirdi. Musulmonlar zafar quchgan bu urushda Abdullahning to'pisi nihoyat zo'r bo'ldi. Ammo islom qo'shinining qo'mondoni Abdullah ibn Sa'd Abu Sarh u vaqtning sharoitini ko'zda tutib, Bizanslar bilan kelishim hosil qilib, har yili ma'lum miqdorda jizya ilish sharti bilan Afrikani tashlab chiqib ketdi. U Misrga janub tarafdan tahdid selayotgan nubalarni to'sish uchun mushundaq qilishga majbur bo'lgan edi.
Sham valisi Muaviya Hazrat Ömer davridagi fatih ishlarini dengiz orqali davomlashtirib, Emis shahri atrofidagi yezlarni islom territoriyasiga qatmoqchi bo'layotganligini xalifaga bildirgan edi. Hatto Emis yezilaridan birining xalqi o'zlarining yaqin atrofdagi Rum yezilaridan kelgan it va to'qi ovozlarining texi aniq anglanadiganligini aytib, xalifani qoyil qilmoqchi bo'lgan edi. Hazrat Ömer uning bu taklifini qabul qilishdan burun dengiz haqida ma'lumot olmoqchi bo'ldi. Chunki uning dengiz to'g'riliq hech qanday ma'lumoti yo'q edi. Shu maqsadda Amir ibn Asqa qisqacha xat yozib, menga dengiz safari haqida ma'lumot bergin. Chunki men nafsim bilan elishyapman degan edi. Amir ibn As uningga hazil qilib mundaq javob bergan. Dengizda bir munchilagan maxluqning bir maxluqni minib olganligini ko'rdim. Dengiz jimib ketsa, ularning yuraklari ig'ziga kelib qoladi. Dengiz shundoq chayqalishga boshlasa, as hushini yo'qotib qo'yishadi. Dengiz safarida iymon suslashib, gangirash va ikkilanish yangi kuchaydi. Dengiz safariga chiqqan kishilar xuddi daraxt shexidagi qurt qo'ng'izlarga o'xshaydi. Kiyimi qiyshib ketsa, hammasi dengizga to'kilib, cho'kib ketadi. Agar qutulib qolgan taqdirdami, o'z yurtlarini topolmay musofir bo'ladi va urug' tuqqanlardan biroqla ayrilib qoladi. Hazrat Ömer Muaviyaning javob xatini o'qigandan keyin Muaviyaga mundaq deb xat yozdi. Yo'q, Muhammadni haq payg'ambar qilib avatgan Allohga qasam qilamanki, hech bir musulmonning kiyimiga chiqishiga yo'l qo'ymayman. Hazrat Osman xalifalikka tayinlangandan keyin Muaviya bu ishni uningga qayta bildirdi. Hazrat Osman uning bir kiyimi bilan yo'lga chiqishiga qo'shildi va uningga mundaq deb ta'limot berdi. Hech kimni majburiy yoki chek tashlab askarlikka olma. Xalq o'z ixtiyorligi bilan kelsa, ularni elib mang va ularga yordamchi bo'l. Muaviyami uning ta'limoti bo'yicha o'rinlashtirdi va Bani Fazara qabilasining tarafdorlaridan Abdullah ibn Qays al-Jasini askarlarga qo'mondon qilib tayinladi. Hijriyaning 28-yili u Sipros orlig'iga safar qilib, xalqni yillik 7000 dinar jizyaga bog'ladi. Islom davlatining bir viloyati bo'lgan Misr Abdullah ibn Sa'd ibn Abu Sarh qo'mondonligida Sipros fathisi uchun Muaviyaga yordamchi qo'shin avatdi. Ammo Abdullah Siprosga yetib borganda Muaviya u orolni butunlay qo'lga tushirib, hukmron o'ringa o'tib bo'lgan edi. Sipros fathisida Payg'ambar alayhisolamning sahobalaridan Uboda ibn Samit, Miqdad ibn Amir, Shaddad ibn Aus va Abu Zar al-G'iffari qatorliqlarmi bor edi. Bulardan Uboda ibn Samit ayoli Haramni billa elib borgan edi. Bu vaqtda Habib ibn Maslama Suriyada texi Bizanslarning qo'lida qilib qolgan ba'zi yerlarni istilo qilib, u yerlarni islom territoriyasining ichiga kirgizdi. Hijriya 31-yili Kilkiya sahilida musulmonlar bilan Bizans qo'shinlari orasida arablar tarafidan Zatus Savari deb atalgan qonliq urush yuz berdi. Kilkiya hozirgi Turkiyaning Adana va Mersin viloyatlari bilan Konya viloyatining janubini va Antaliya viloyatining sharqiy taraflarini o'z ichiga oladigan rayonning burunqi ismi. Bu urushning sababiga kelsak, har ikki taraf avval bir-biriga kapolatlik qilib, flotlarini bir-biriga yaqinlashtirdi va turklarni bir-biriga chatdi. Ammo keyincha Bizans qo'shinining qo'mondoni urush qilishga qaror berdi. Islom flotlarining qo'mondoni Misrdan kelgan qo'shinning beshidagi Abdullah ibn Sa'd ibn Abu Sarh edi. Bizanslarga bo'lsa, imperator Konstantin o'zi qo'mondonlik qilyotdi. Bizanslarning floti 500 dan ortiq kemadan tarkib topgan bo'lsa-mu, urush maydonidan qochdi. Musulmonlar ularni qattiq mag'lubiyatga uchratdi. Bizans kemalarining to'riklari nihoyat tuz bo'lib, butunlay qarag'ay daraxidan qilingan edi. Bu daraxt va o'rmonlarning har ikki taraf uchun naqadar muhimligini ko'rsatib berdi. Bu rayonning sohillari butunlay mushu turdagi qarag'ay o'rmonligi bilan qoplangan edi. Sham valisi Muaviya ibn Abu Sufyan Bizanslarning qo'lidagi Malatya atroflaridagi Hisnul Mar'a, ya'ni ayol qal'asini ishg'ol qildi. Bu vaqtda Misr valisi Abdullah ibn Sa'd ibn Abu Sarh islom davlati bilan tuzgan ahdnomasini buzib, isyon ko'targan Afrikaga yurish qildi va bu rayonni ikkinchi qatim fath qilib, bermaslik uchun tirkashgan jizyani yangidan beridan qilib, o'zlariga bosh egdirdi. Sharq sabda elib berilgan fathlar. Hazrat Umar davrida
Azərbaycan və Ermeniya ölkələri İslam dövlətinin vəkili Huzayfa ibn Yamani bilan tinchlik ahdinoması tuzub, shartnomaga asosan to'lashga tegishli jizyani to'lamaslikka tirkashdi. Hazrati Osman davrining qo'mondonlaridan Al-Valid ibn Uqba bir qo'shinga boshchilik qilib, ularning ustiga yurish qildi. Qo'shin turshavillarining beshida Salman ibn Rabi'a al-Bahili bor edi. Nihoyat bu ikki o'lka xalqi qaytadan ahdinoma tuzishga majbur bo'ldi. Habib ibn Maslama ibn Khalid al-Fahri g'arbdan Armaniyaga qarab yurish qilgan vaqtda uning qo'mondonligidagi Sham viloyatiga mansub qo'shinga kufaliklar Salman ibn Rabi'a al-Bahili qo'mondonligida 8000 kishilik qo'shin bilan yordam qildi. Hazrati Osman davridagi fatih harakatlari muntaq davomlashdi. Hijriya 29-yili Xuroson amiri Umayr ibn Osman ibn Sa'd hozirgi O'zbekistonga tava Farg'ona shahriga yurish qildi. Shu yili yana Ironda Sijiston amiri Abdullah ibn Umayr al-Laysi Kabulga, Kerman amiri Ubaydullah ibn Muammar at-Tamimi Sina daryosiga qadar yetib bordi. Shundaqla Iroqda Basra amiri Abdullah Amir ibn Qurayz bir to'p qo'shinni boshlab, isyon ko'targan Istihar aholisini bostirish uchun yurish qildi. Uning qo'mondonligidagi qo'shinning turshavillariga Osman ibn As boshchilik qiladi. Bu vaqtda Kufa amiri Said ibn As o'z yeniga Hazrat Alining ikki o'g'li Hasan va Husayn, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar va Abdullah ibn Zubayr qatorliqlarni elib Xorasonga safar qildi. Ammo Basra amiri Abdullah ibn Amir boshqa bir tarafdan bu yerga kelib bo'lgan edi. Buningdan xabar topgan Kufa amiri Said ibn As yo'nalishni o'zgartib Komasga qarab mangdi. Komas xalqi Nihavan urushi vaqtida Huzayfa ibn Yamani bilan tuzgan kelishimnomaga rioya qilyotdi. Shunga Said bu yerdan Jorjanga qarab ilgirlab, u yer xalqi bilan har yili 2000 dinar jizya to'lashga kelishgandan keyin cho'lga yetib borgacha safarini davomlashtirdi. Ammo Jorjan xalqi so'zidan yenib olib, musulmonlarning oldini to'sishga va yo'ldan o'tgan kaskanlarni bulang-talang qilishga boshladi. Bu ahvol Qutayba ibn Muslim al-Bahili Xuroson hukmronligini qo'lga olganga qadar davomlashdi. Paris xalqi yana qo'zg'algan edi. Abdullah ibn Amir qo'shin boshlab ularning ustiga yurish qildi va ikkinchi qatim fatih qildi. Bu qatimliq urushdan keyin parishon holga tushib qolgan Sasanilar imperatori Yazdigerd Kirmanga qochdi. Mushaji ibn Mas'ud as-Silmi uning orqasidan qo'g'lashga mas'ul qilindi. Yazdigerd qochib ketib o'tib, Morgab daryosi bo'yidagi bir tugmanga yo'l qo'yib o'tdi. Keyincha bilinmagan bir sabab bilan u yerda tugmanchi tarafidan o'ldirilganligi aniqlandi. Xorason xalqimi qo'zg'algan edi. Abdullah ibn Amir bu yerga qo'shin tortdi. Qo'shin turshavillarining beshida Al-Ahmad ibn Qays bor edi. Bu qatimliq safar jarayonida Tus, Abyurt va Nasani ishg'ol qilib, Sarasga yetib bordi. Ondan Maru xalqi bilan ahdinoma tuzish orqali Xuroson rayonini ikkinchi qatim fatih qildi. Hijriya 32-yili Hazrat Osman Kufa amiri Said ibn Asqa maktub yo'llab, uning Salman ibn Rabi'ani Al-Bab degan yerga avatishni amr qildi. Salman xalifaning amriga binoan bu yerga qarab yo'lga chiqdi. Bu vaqtda uning boshqa bir yerda urush qilayotgan qarindishi Abdurrahman ibn Rabi'a al-Bahili shahid bo'ldi. Uning qo'l ostidagi qo'shin talofatga uchrab, taraf-tarafga pitirab, ba'zilari Gaylanga, yana ba'zilari Jorjanga ketdi. Sahobalardan Abu Hurayra va Salman Farisimo bu askarlarning orasida edi. Tarqilib ketgan bu qo'shinning ba'zi askarlari Salman ibn Rabi'aning qishig'i berib oldi. Qo'mondan Huzayfa ibn Yamani Salman bilan birga edi. Hazrati Osman Armeniyada turayotgan Sham qo'shinining qo'mondoni Habib ibn Maslamaga xabar yo'llab, uning Al-Babda urush qilayotgan Salman ibn Rabi'a al-Bahiliga yordamchi qo'shin avatishini va uningga qo'lidan kelishicha yordam qilishini amr qildi. Xalifaning amri o'rindaldi. Lekin Xorason xalqi yana qo'zg'algan edi. Shuning bilan Abdullah ibn Amir yordamchi qo'mondonlardan Al-Ahmad ibn Qaysni Marvi Rozga avatdi. U bu yerning xalqi bilan ahdinoma tuzdi. Ammo Talag'on, Faryab, Juzjan va To'xaraston rayonlarining butun aholisi birlashib,
uning ustiga yurish qilgan bo'lsa-mu, Allohning izni bilan musulmonlar yana ustunlikni egalladi. Uningdan boshqa Baliq xalqi bilanmi ahdinomi tuzildi. Ondan Al-Aqro ibn Habis Javizjon deb atiladigan yerga avatilib, bu yermi fatih qilindi va bu orqali Hijriyaning 33-yili Xorason 3-qatim fatih qilingan bo'ldi. Fatih harakatlari Hazrat Osmon davrida mana mushundaq keng ko'lamda qanot yoygan edi. Bir tarafdan Afrika, Siprus va Armeniya qatorliq yangi tuproqlar islom territoriyasiga kirgizilsa, yana bir tarafdan Ironning Xorason va Babul Abvob rayonlarida ahdinomiga xiloflik qilingan xalq qaytadan itoatga bo'ysundirildi. Shuning bilan birga Sind rayoni, Kabul va Farg'ona shaharlarimi